Assalomu alaykum azizlar. Barchaga birdek yoqadigan avtomobillardan biri bu Roxstone 01 gibrid avtomobilimiz. Avtosonimizda qora rangda eng maksimalli komplektatsiyada olib keltirib qo'yganmiz. Avtomobilimiz ko'rinishi juda ham agressiv dizaynga ega. Mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega avtomobilimiz tashqi ko'rinishi. Avtomobilimizda deyarli zamonaviy avtomobillarga xos barcha kerakli funksiyalar bilan jihozlab o'tilgan. 21 o'lchamdagi qo'yma disk, 360 kamera, ko'rinma zona monitoringi, kaltsiz ochish tizimi. Interyer qismimiz mana shunaqa apelsin rangida, juda ham yoqimli ko'rinishga ega. Birinchi qatorimizda ham isitish, sovutish, massaj hamda eslab qolish funksiyasiga ega. 4 zonali klimat kontrol, smartfon quvvat qilish uchun ikkita port, ikkita pastakannik, bar va hamda qo'shimcha pastda javonlar, multifunksiyalan rul. Ikkinchi qatorimiz ham ajoyib VIP o'rindiqlar, ya'ni zero gravity funksiyasi bilan jihozlangan. Ya'ni bu yoqda 8 xil massaj turi, isitish, sovutish tizimlari ham mavjud avtomobilimizda. Panorama, ikkiga bo'lingan lyuk va panorama tom. Orqasida zaxira g'ildiraklari ham mavjud. Orqa bagaj qismimiz ham, ya'ni 3-qator o'rindig'i turgan holatda ham, ya'ni o'rtacha joy qoladi. Avtomobilimizni, ya'ni olgan mijozlarimizga avtosonimizdan davodchi hamda parok qo'shib beriladi. Hozirgi kunda avtomobilimiz narxi 2026-yilgi kuzov versiyasiga 62 ming bilan xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni barchangizni avtosonimizda kutib qolamiz yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Salomat bo'ling.